Asosiy muammolaringizdan biri bo'lib sanalgan kartoshkani tugunagini sim qurt deymiz yoki bo'lmasam kimdir yana ko'ch qurt deydi kuzgi tunlarlarda va hokazo. Qisqasi tugunakka zarar yetkazuvchi qurtlarga qarshi ekishdan oldin qanaqa kurash usullarini olib borish kerak degan savollaringizga va shu masalaga bugun oydinlik kiritamiz. Bizning kanalimiz ma'lumotlari foydali bo'layotgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Yana kimda fikr bo'ladigan bo'lsa, o'zining tajribasi bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada kutaman. Hurmatli kuzatuvchilar, tomorqasida yoki dala maydonida kartoshka yetishtiruvchi mirishkorlar. Ushbu sizlar ko'rib turgan o'g'it bu kimdir shakardori deydi, kimdir sulfat deydi. Aslini olganda ammoniy sulfat 100 kg tarkibida 20 kg azot saqlagan o'g'it. Mana shu hozir qopni ochdim. Shakardori deymiz mana. Ko'rinishi xuddi shakarga o'xshaydi. 1 gektar maydonga 200-250 kg sarf me'yorida hisoblaysizlar. Ya'ni 1 gektarimiz 100 sotik hisoblanadi. 100 sotikka 200-250 kg bo'lsa, 10 sotik maydonga 20-25 kg bo'ladi. 1 sotik maydonga 2-2,5 kg ushbu sizlar ko'rib turgan o'g'itdan mana solamiz. Buni kartoshkani ekishdan oldin shunaqangi holatda sepiladi. Tugunakni tagiga solib qo'yilsa, bu kuydirib qo'yadi. Shuning uchun to'liq kuzatinglar, albatta sizlar uchun foydali bo'ladi. Agatlar olingan, shu agat olingan joylarga sulfat soqchilar. Bir yo'la bizda chesnok ham borligi uchun chesnokni ham mana sog'iramiz. Hurmatli dehqonlar, bilamiz kartoshka chirindini, humusni yoki bo'lmasam oddiy qilib aytganimda organik o'g'itlarni, go'ng bo'lsin, kimdir nuru deydi, kimdir poru deydi. Umuman olganda chirindini suyadigan ekin. Men ham sizlarga o'xshab tomorqamga kuzda organik o'g'it solganman. Shu holatga kartoshka eksalaringiz, barcha zararkunandalar kartoshkani hosilini sifatsiz bo'lishiga olib keladi. Ya'ni ilma-teshik qilib tashlaydi. Lekin buni ko'rsating. Mana shunaqangi usulda pushtasiga deymizmi, agatni ustiga deymizmi, qisqasi tuproqqa aralashib qolish kerak. Yuqorida ko'rsatgan o'g'itimdan soladigan bo'lsalaringiz, aytilgan me'yorda kartoshkani kuydirmaydi. Vaholanki, o'z navbatida ildizdan keladigan zararkunandalarga qarshi zo'r samara beradi. Kartoshkani tugunagini ekish uchun mana endi ariqchalar ochib chiqamiz. Ariqchalarimizni chuqurligi 8 sm dan 10 sm gacha bo'ladi. Ariqning ichini ham ko'rsating. Ariqning ichida yaqinroq olib keling. Ariqning ichida sizlar ko'rib turgan nuru deydi, poru deydi, mana shu organik o'g'it. Hozir shu yerga kartoshkani qo'yganimizdan keyin hamma zararkunanda keladi. Shu uchun yuqorida sizlarga aytib o'tgan usulni qo'llayapman va samarasi zo'r. Kartoshka uchun eng zo'r sxema 70 sm. 70 sm ga o'simlik orasi 20 dan 30 gacha tashkil bo'lganda yuqori hosil berishi ilmiy isbotlangan, asoslangan. Bizni to'liq kuzatinglar, yana batafsil yoritib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana agatlarni ekish uchun tayyorlab oldik. Endi urug'likni ekishdan oldin mana bu 70% lik punto preparati bilan suvda eritib olamiz. 10 litr suvga 8 gram o'lchab olamiz. Buni ustidan urug'likni ustidan yengil purkaladi. Urug'likni chiritib qo'ymaydi, achitib qo'ymaydi, salbiy ta'sir qilmaydi. Sizlarga yana batafsil mana ko'rsatib o'taman. Ishchi reklamamiz va granula holatda bo'lgani uchun ishchi eritmani yaxshilab erib olgunga qadar aralashtiramiz.
hurmatli kuzatuvchilar, 1 gektar maydonga, ya'ni 100 sotik maydonga 3 tonna urug'li kartoshka sarf bo'ladi. Bizning tomorqamiz kichkina bo'lgani uchun o'zimizga yarasha urug'likni tayyorlab oldik. Mana ishchi eritmani turkab, mana shu holatda tayyor bo'ldi. Kuzatuvchilar, 1 gektar maydonga yuqorida ham aytib o'tdim, 3 tonna, ya'ni 100 sotik maydonga 3 tonna urug'lik ketadi. Kartoshka urug'ligingiz qancha yirik bo'lsa, uni qorong'uxonada harorat, ozgina namlik bilan mana yaqinroq olib keling, kartoshkani urug'ligidagi ko'zchalarini ishlatib olsalaringiz bo'ladi. Mana shuni bitta ekkandan ko'ra, endi bu urug'ligimizcha kichkinalik qiladi. Sizlarga misol tariqasida ko'rsataman. O'rtasida mana bo'lsalaringiz, har bitta ko'zchasi bitta uyaga ekilaveradi. Mana bitta o'simlik, bu ham bitta o'simlik hisoblanadi. Endi mana bu qo'limdagi ham qaranglar. Bu ko'zchasi o'rtasidan bo'lib turib, bitta o'simlikni mana ikkita qilib eksak bo'ladi. Bu ham urug'likni xarajatni tejashga yordam beradigan usul hisoblanadi. Endi o'simlik bilan o'simlik orasi, ya'ni uyalar oralig'i 20 sm dan 30 sm gacha tashkil etadi. Agentlar oralig'i eng yaxshi sxema kartoshka uchun 70 sxema hisoblanadi. 60 ta ham bo'ladi. 70 sxemada eng optimal variant hisoblanadi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mana kartoshkani uyalariga ekishni boshladik. Kuzatuvchilarimiz mana kartoshkani pindigi sinib qolmasligi uchun qo'yasizlar. Qo'yganlaringizdan keyin mana yuqorida qarab turadi. Endi yer tarafga o'tib bo'lsa, bu pindik sinib qoladi, shikastlanadi. Mana bu ham yuqorida kesib olgan uyamiz, urug'ligimiz. Mana joylashtiramiz. Bak.